Bodomchasimon bezlar, ya'ni xalq tili bilan aytganda angina bezi kattalashganligi bolangizga xavfli ekanligini bilarmidingiz? Ko'pincha ota-onalarimiz farzandlarini olib kelishganda, tekshirib ko'rishganimizda og'izlarini ochganda angina bezlari bir-biriga tegib turishini guvohi bo'lamiz. Buni sababi nima o'zi? Har qanday organ ko'p ishlasa kattalashadi. Ya'ni bunday holatlarni giperplaziya yoki gipertrofiya deyiladi. Kattalashgan bodomchasimon bezlari yoki surunkali tanglang burtaklari gipertrofiyasi 3-daraja bu kasallik tez-tez shamollash oqibatida kelib chiqadi. Bu kasallikda bolangizga zararlari ko'pincha ovqatlanishda xalaqit beradi, gapirishda xalaqit beradi. Kattalashgan bodomchasimon bezlari yuzasi katta bo'lganligi sababli infeksiyalarni xuddi plyusos kabi tortadi va infeksiya o'chog'ini kuchaytirib beradi. Bodomchasimon bezlarning kattalashganligi bolangizga xavfli hisoblanadi. Sababi kattalashgan bodomchasimon bezlari bola uxlayotganda yumshoq tanglarga o'z og'irligini tashlaydi va nafas yo'lini berkitib qo'yadi. Bola nafas olishga qiynaladi, hattoki apnoya, ya'ni nafas to'xtashi kelib chiqishi ham mumkin. Agarda farzandingizda bodomchasimon bezlari kattalashgan bo'lsa, lor shifokoriga murojaat qiling va bu muammodan vaqtida xalos bo'ling.